Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, hurmatli aziz podpisчиклар. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bu videomiz uyda o'tirgan opa-singillarimiz uchun manfaatli video bo'lishini ta'kidlab o'tamiz. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, Xitoydan qanday qilib paket zakaz qilishni o'rgatdim. Shu paketlardan qanday qilib foydalanishni hozir o'rgatib o'taman. Operator marmeladlarni ko'rsatib o'ting. Har xil turdagi marmeladlar kilosi 50 ming so'mdan optim narxlarda kimga kerak bo'lsa murojaat qilasiz va 1 kilo marmeladni olamiz. Tarozini yoniga qo'yamiz. 50 gram o'lchaymiz. 1 kilo marmeladdan 20 dona mana bunaqa paketchali marmeladlar chiqadi. 20 donani magazinlarga 5 mingdan topshirganingizda 100 ming so'm bo'ladi. 20 dona paketingiz 20 ming so'm, 1 kilo marmeladingiz 50 ming so'm bo'ladi. Общий расходingiz 70 ming so'm. Magazinlarga 5 mingdan topshirganingizda 100 ming so'm opsiona bo'ladi. 30 ming so'm, 1 kilo marmeladdan 30 ming so'm foyda qilgan hisoblanasiz. Unaqa foydani hech qayerdan topolmaysiz. Bir kunda 300 ming, 400 ming so'm pul ishlash hech qanday problema emas. Mana upakovkamiz tayyor. Xotin-qizlarimiz biladi. Har bir ro'zg'orda bor bakal ilgich. Vishilka deymizmi, nima deymiz? Shundan bitta olamizda bakal ilgichga mana bunda ilib qo'yib, magazinlarga olib borib beramiz. Turli tuman marmeladlar tayyor bo'ldi. Bitta magazinga 50 ta, 60 ta sotish hech qanday problema tug'dirmaydi. Bu videomizni anons uchun like va podpiska tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin va obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.